Dushdagi semistitil ichini tozalash orqali teri kasalliklari va har xil allergiya kasalliklarini oldini olasiz. Hozir sizga qanaqa qilib tozalashni o'rgataman. Buning uchun ochib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz idish yuvadigan gel qo'yib olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz orqasidan uksuz qo'yamiz. Endi buni yaxshilab qatirib qo'yamiz, 10 minutga qo'yib qo'yamiz. Suv chiqadigan tomonini tepaga qarab qo'yib qo'yamiz. Ozgina vaqtni ham o'tkazib oldik. Endi buni issiq suv tomonini ochib turib, eng issig'ida yoqamiz. Qarang. Sarg'ayib chiqib уже tinalashyapti. Hozir bizning devorlarimiz oppoq bo'lganda ichidagi kirni ko'radinglar, mana. Ichidagi kirni ko'rsating. Agarda ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, men sahifamga obuna bo'lib qo'ying.